yoki boshlamag'anligini bilamadim. Alaykum, sevimli azizlar, qanaqalar, yaxshimi? Men ma'qul naq maydon suhbat, ya'ni jonli yayın deydi Türkçe. Buni yangi o'rganyapman. Shuning uchun ba'zi kam nuqsonlar bo'lsa, buni kechirib o'tgaysizlar. Bugun sizlarga men bir nihoyatda qimmatlik, isil bir tavsiya bilan keldim. Ta'til jarayonida mencha nurg'unlarniki ta'tillar yaxshi o'tyapti, daryolarda sayohat qilyapsizlar yoki misbollar bilan degandek. Hamda shu ta'tilni eng yaxshi qimmatga ega qilish uchun bolalarımızga ko'proq vaqt ajratish kerak deymiz hammamiz. Shundaqla o'zimizga ozroq vaqt ajratishimiz kerak. Bolalar hali qanqadek o'ynab qoldi. Kino ko'rish, men yana bugun bir kino tavsiyasi bilan keldim. Yıldız degan kino. Buni biz bak kichik chaqlarda ko'rgan. Balkim nurg'unlarning esida Konta Kente degan shaklda esida qolgan bo'lishi mumkin. Konta degan gap bizda xuddi qartallik yoki teris qara degandek ma'noni bildiradigan narsaga aylanib ketgan kichik chaqlarimizda, bak kichik vaqtlarimda mening boshlang'ich maktabga kirgan bo'lsam kerak, shu yangi balkim boshlang'ich 1-2 sinf zamonlarda bu kinoni bergan vaqti. Shu vaqtdan boshlab menga shu ekranda ta'sir qilgan bir necha narsa bor. Birisi Konta Kentini Mandingo jangchisi qildiganga olib bergan vaqtida qabila Mandingo jangchisi yetishtiradigan bosh qo'mondonning deydigan bir nutqi bor-ku. Bu bir. Ikkinchisi Konta Kentini shu tutish jarayonida o'zininki shu yerlik qartalliklari tutib berdi. Andi qizi kiysi xat yoza olgan uchun opsi uratdi-ku. Xat yozishni o'rgansang bo'lmaydi deb. Ondan to'rtinchisi xo'roz so'qashtirg'uchi Jorji degan shu ko'rinish esimda. Ya'ni shu 5-6 ko'rinish, lekin men buningki o'zining vatanidan, o'zining yurtidan, o'zining tug'ilib o'sib cho'ng bo'lgan joyidan ayrilib, shu yerga zar bo'lib o'tgan, shundaqla erkinlik uchun putining barmoqlarini kesib-vassimi, qamchilarda urib-vassimi, o'ttirib-vassimi, tiz bukmagan Konta Kentiniki shu ro'yini shu vaqtda his qila olgan va esimni qolibdi. Bu kinoni izladim. Hamda mau nima deyliqim WhatsApp'niki durum deymiz, ya'ni deb tarjima qilsak bo'lar. Shu har kunlik o'zimizning ahvolimizni dam qiladigan deb qo'yaymi. Ashta bir yerda bu kinoning bir necha yerlarini tavsiya qilib qo'ydim. Qilsam Bekçiqlavoy Konta Kentini nereden tapdınız deb men yillarcha istagan. Shu bir chaqlarda burun kon kinolarniki VCD taxslarini yanaludi Shamalvaq, ya'ni Urumchininki. Shu yerda sotgan vaqtlarda izlab shu vaqtda Yildizni topolmagandim. Kinoning ismi Yildiz, inglizcha Roads deydi. Endi buninki men shu kinoni izlab Uyg'ur Felix, ya'ni Netflix deydigan bir narsaning borligini men bilgili uzun bo'lmadi. Menda desam zanglik qilmanglar. Shuning bilan Uyg'ur Felix deb anglab qilib qolganda shuning bilan deb Uyg'ur Felixni qilayotgan bolalar yo'ldoshimning do'sti. Shuning bilan telefon qilib beqma bizmi olaylik-chu. Shuning bilan Uyg'ur Felixni shu Konta Kenti bormi deb so'radim. So'rsam biron nurg'un kinolar bor dedi. Shuning bilan biz Uyg'ur Felixga a'zo bo'ldik. Chunki kino ko'rishmi ma'lum bir o'rganish shakli, kinolarni ko'rish. Shuning bilan shu sizlarga tavsiya qilishga oldirab, men Konta Kentininkini bir 4-5 kunda ko'rib o'tdim. 8 bölüm bir bölümü ekan. Mal ekranda chiqiray desam, ta'sir qilgan yerlarni ekranda buni nim qilib qo'ymaydi ekan. O'chirdi ekan, chunki nashr huquqi tahlil qildi deb. Shuni men ovozini anglatib, o'zim telefonimdan ko'rsatib qo'yay. Konta Kenti tug'ildi. Kinoning vaqaligini qisqartirib beray, lekin buni tafsiliy ko'rish kerak, chunki u yerdagi o jasorat, tishlarini kirishtirish, qamchi yegan vaqtidagi tiz bukmas, nurg'un narsalarni ro'yi jihatda naq maydon ko'rib his qilish kerak-ku.
Sizler çoğun batıl bu bildirişinler gerek. Aiz alemler, özünün ailesiye, kendiye, kalbinize nispeten insan kalpli. İki, Raul oğulları bulmayken, el cemaat bunu, mengü, güne kadar bir gün, özünün ailesi ve bütün kendiyle onu kölçelmeyin. Ömür boyu kodun alamayın. Çünkü Muşu bir nayt Cemci, başka cemciler görmek kırışkı. Düşman bu vatanı durdurmuşunda. Cemcinin Adem öpmesi yurtun dolaşı için başkalarına kopaması uçudur. Özgür işini herkes kalmayın. Yaşını yaş görürüz. Hayatın mükemmellik dersi yok. Mandingo cemcisi için o vatan emez. Ulu iş. Mush yerda ta'sir qilgan bir narsa bor deb bir so'raydi-chu, agar so'raydi bularga tarbiyalatadi-ku, dars o'tyotidi. Mushundaq uch atrofinglarni qo'rishib olsa dushman. Sizlar qanday qilsizlar desa, birisi javob berdi. Biz uning 4 atrofidan qo'rishib olamiz deydi. Shuni ular xato deydi. Nemishqa desa, sen uningga chiqish yo'l qoldirib qo'yishing kerak. Uni qochqidek chiqish yo'l qoldirib qo'y dushmaningga. U qechib ketsin. Bo'lmasa deydi, uni jon tikib ilishga majburlaysan desa, dushmanni nimish qochirib o'tirishimiz kerak desa, shu yerda deydi. Dushman biz bir jangchining odam o'ldirishi o'zining yurti, vatani va nomusini qo'g'dash uchundir. Biz yashashni yaxshi ko'ramiz, yashashni xohlaymiz, yashash intayin qimmatlidir. Lekin bu yashash yilqi nafas ilishlar emas. Ondan keyin kontakentini mishayda tutib ketadi. Bundan sonra Vanilov kişinin kuruluğa biraz okşak kaldı. Ama yerda hozir aqtalliklar qanday bo'ladi, ularga tushuntiryotidi. Ya'ni bu ilaqa nima qilganlikda ma ko'rinishlar menga ta'sir qilgan ko'rinishlarning biri, ya'ni kontakenti qochadi. Dalash atrof o'zining qadar shu yerda Gambiyadagi kishilarchi ma tutib shu tashlab qo'ygan. Ya'ni shunday qilib tutib ketadi. Ondan keyin bular shu yerda nurg'unlagan jangchilar bir kemaga qochilinib qoldi. Mushu jarayonda bular shu kichik bir rayon amniyatichu. Shu bir oroldagi bir yerdan, Gambiyadagi bir yerdan tutilganlar. 1750-60larda bo'layotgan ishlar bu. Endi nemishqa mushular bir-birining gapini tushunmaydi. Tilning birlikka kelishi intayin muhim. Uyg'urlarningki tilining umumyuzlik birlikka kelgan va eng nim qilgan vaqtlari shu 1980lardan keyingi yoki mencha shu vaqt til, yeziq qeliplashgan hamma ya'ni umumyuzlik mushta bo'lgan bir vaqti bo'lishi mumkin. Ya'ni adabiy o'rtaq til vujudga chiqib, bo'lmasa uni oldida masalan shivlar nayt eg'ir qatnash taraqqiy qilmagan uchun bizningki vatanning tuproqlari cho'ng, u yoqdan bu yoqqa berib bir-birimizni tushunib uncha ularni qilib olmaymiz. Shivlar eg'ir. Bunda xilqa tushunmagidek emas, ammo bugungi kunda biz eng iliqi Uyg'ur tili bir-birimizga eng yaqin, ya'ni yaqin deganimda iliqi. Faqat ancha muncha shivlarni hisob qilmada umumyuzlik bir birlikka kelib bo'lgan bir vaqti. Kontakentininkida mushu bir ish yaqin, u yezi bilan bu yezi degidek oraliqdagilar gapini tushunmaydi bir-birining. Undan keyin mushu yerda bular ittifoqlashayli deb faqat Mandingo kim desa Mandingo deb gaplarni uqtiramay biriga biz mush kiyimini tortib olib qochib ketamiz deydiganda yana qilolmaydi bu ishni.
Bular ahiri yetib bordi, borgandan keyin setiladi. Kontakenti setiladi. Mushu jarayonda hamda anaqa bir bu yo'lda uchirgan bir qabila boshlig'ining qizi bor edi. Shu qizini kontakentga yoqtirib qoladi va shu qizni izlab topaman deb uni boshqa bir ekinzorlik setadi. Kontakentni boshqa bir ekinzorlik setadi. Shunday qilib bu uzun yilgacha o'zininki ko'nglida shu qizni yaxshi ko'rdi va shuning shu qadar sodiq bo'ldi. Hech nimaga qaramaydi. Shu qizni izlab tepish uchun nurg'un qitim qochadi. Keyin bir qatim qochgan vaqtida buningki putining barmoqlarini qochaman deb kesitdi. Kesayotgandan keyin buning qul egisi buni qazi hisobida bir doktorga hisoblab berdi. Bu doktor bek yaxshi, insoniylik bor bir odam. Lekin qullarni yana aqlliklardan, ya'ni bular tuyantirdi, aqliy iqtidori normal bularlikqa odamga turqi o'xshagani bilan bizga o'xshamaydi deb qaraydigan tiplardan hamdichu. Ondan keyin bularni aşağıda beldaydigan bir ayol bilan to'y qiladi kontakenti. Bu bek jasoratli ayol, ajoyib qaysar ayol. Ammo o'zini amerikalik deb qaraydi. Amerikalik san afrikaliklar debchu. Bu yerda bu san afrikaliklar degan vaqtida yavoylar, ishni aql bilan qilishni bilmaysa, to'xtamaymi shundoq. Shu itilib tursanglar bulamdi, aql bilan qilmamsa deb. Keyingi vaqtda bularning bir qizi bo'ladi, Kesi degan, ya'ni Afrika tilida turib qolish degan ma'nodagi ismni qo'ydi. Kesi cho'ng bo'ladi. Kesi shu xo'jayinning qizi Anne qiz. Eskiden ko'rganlar bilishinglar mumkin. Anne qiz bilan birga o'ynab cho'ng bo'ldi va bek yaxshi ko'rdi, lekin Anne qiz o'xshashla buni bir o'yinchiq qatorida yaxshi ko'rdi. Hargiz do'sti qatorida emas, ammo Kesi buni do'stim deb qaraydi. Keyin Kesining to'y qilg'isi va Noa deydigan bir bola bor. Bu bola izchil qechib ketishni ham qo'ydi yuriydi-da. Bu keldi Tobining qishig'i. Kelsa Tobi o'ylaydi, qizimni so'rab keldi deb, "Sana deydigan gapim yo'q, yo'qol deb faqat gapini anglolmaydi. Shuning bilan Tobi deb, "Men qizing haqida kelmadim. Sen men qechishni o'rgatib qo'y. Qechishni qanday qildim men bilmayman. Men erkin bo'lishim kerak desa, sen amerikaliklar deydi. Erkinlikning nimaligini bilmaysan-ki sen. Chunki nurg'unlar deydi, erkinlik degan nima degan gap deb. Ularning uyi bor, xotin bolalari bor, oilasi va ishlaydigan ishi bor. Shu gapini anglab ishlab libasi bo'ldi-chu. Ular shu turmushni nihoyat yaxshi deb o'ylaydi. Hech nimadan g'am qilmaydi. Nima yeyman, nima ichmay yo'q, shu ishlab bas bo'ldi, shu meni xo'jayinim qamchilamasiga deb nihoyat obdan ishlaydi, boshqa ish yo'q. Lekin erkinlik degan nima? Shuni bilmaydi nechisi erkinlik degan nima degan gap deb. Unda yana bir nihoyat ta'sir qilgan bir nuqta bor. Bu kontakenti tutib kelinib, setilgandan keyin bunga mas'ul, ya'ni ko'ndirishga, ya'ni xuddi ot ko'ndirganda ko'ndirimiz deb ataydi ularni. Bek yavoyi bular, tili yo'q, vaqirayishni ham biladi, tovushlar chiqardi, lekin bularning tili yo'q, bular adam emas deydi anlar vachu aqlliklar ichidimi? Ashtaq deb qaraydi. Shuning bilan Frodo bu shu yerda tug'ilib cho'ngib qullarni, ya'ni qartalliklarni boshqurdigan qartalik umu. Uning asli ota-onasi shu Afrikadan kelganda, lekin u o'z Amerikada tug'ilgan. Shuning bilan deb bila qism shundoq yavatdaklik qilib turgandan keyin kontakenti qarab dedi, "Voy jinim bola, ota-onang sendan ansirayotgandi" deb gap qilsa, tushunmaydi bu. Tushunsa gapimni tushunmaysigina voy mang deb ilib mangadi. Shu ikkisi gapini bir-birini tushunishmaydi. Chunki ularning o'zining tilini so'zlashiga yo'l qo'yilmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, shu yerda bular tilini o'xshamaydi. Bu tilning naqadar muhim ekanligini shu yerda yana bir qatim his qila olamiz. Undan ularning o'zining tilida so'zlashishiga yo'l qo'ymaydi. O'zining ismlarini butun o'zgartirdi. Tobining ismini, kontakentining ismini Tobiga o'zgartirdi. Ammo bu o'zining ismini kontakenti mening ismim deb shu qamchi bilan urayapman. O'ligidek bo'lib qolganda oxir mening ismim Tobi deb boshiga, lekin qachaverdi-chu bu. Bakcha qochadi. U ko'rinishlar nimaga o'xshaydi? Tutqun qilgan qochqindagi yo'lbosdan men yana qochaman deydigan ko'rinishlari bor, shundoqlam. Bu Kesiga kelgandik. Kesi Noa degan bolani bilan shu bir ekinzorlikda bular cho'ng bo'lgan. Undan keyin bu Noa qochma degandan keyin deydi, "Sen erkinlikning nimaligini bilmaysiz, qochib nima qilmoqchi edisi?" deydi.
erkinlikning yaxshi narsaligini bilaman. Agar men qochmasam deydi, meni boshqa yerga setitidi. Kesini boshqa yerga setitidi. Men uning bilan to'y qilib, balaliq bo'lib, oila qurg'im bor. Men avval o'zim qochaman. Erkin bo'lib, pul tep kelib, ishimni o'rinlashtirib olib, kesini olib qochaman. Men erkin yashashni orzu qilaman degandan keyin turib ketib kulib ketadi-ku kontakentda. Kulsinin bo'ldi desam, ayolim bel deydi. Amerika tug'ilgan afrikaliklarmi, ya'ni qartaliklarmi? O'xshashlar. Sizlar Afrika tug'ilgan qartaliklarga o'xshaydi. Ular erkinlik intildi degan. Men ishonmabdi ekanman. Sizlarningki o'xshaydiganliginglarni endi bildim deb maqtab yordam qilib o'gitib qo'ydi-ku. Bu jarayonda hamda kesilik xat yozishni bilgandan keyin, bu xat yozishni bildiganligini hech kimga demaydi. Faqat onasi bilan dadasi bildi. Endi anne qiz bildi. Bu bir xil yo'l xat yozib kimga tutqizib qo'ydi? Noaga. Noa qochidi ve yo'lda tutilib qoldi. Shuning bilan Noani boshqa yerga tutdi. Yo'l xati, yolg'on yo'l xati yozib biribsa deb kesini uning boshqa bir yerga setitdi. Mor deydigan bir odamga. Shuning bilan Mor buni hisobda yoqtirib qo'yib, o'zining o'yinchiq qilib oldi kesini. Ammo kesining o kadar cesareti bor ayolki, bir kontakentining qinidan o'tgan, ro'ydan o'tgan narsani kesili ko'ra olamiz-ku. Kesiga bu kichik vaqtidan boshlab angla deb afrika tilida manda degan gap, daryoni man deymiz, ko degan pianino degan gap, kesi sening isming kesi turib qolish degan ma'noda. Dadansim kontakenti dumboq yasaymi deb chiqib o'rmonliq tutilib qolgan bu hikoyani mingsiga quyib o'tdi-ku kesining. Biz hech qul emasdik, biz erkin odamlardik aslida. Ondan keyin kesi u yerda bir balaliq bo'ldi, xo'jayinning balasi hisobda, Jorji deydigan, Jorji Mor, xo'roz ko'ndirgichi Jorji, beshig'imda pay taqab yuriydi. Buningki xo'jayini, kesining xo'jayini qimavazam, xo'roz so'qashtiruvchi. Kesinin o'g'li xo'rozni beknoch so'qashtirdi. Shunday bo'lgandan keyin bu shu xo'roz so'qashtirib, buning taqdiri shu edi. Ya'ni u beknoch qilgan shu yerda o'zgardi, lekin bu oraliqda odamni bek ta'sirlantiradigan bir mazmun bor. Bu arada bu qo'riqqa bir kishi keldi-ku, bir harvikash. Hamda bo'yliq xuddi aqtalliklarda kiyinib olgan, isil utuklarni kiyib olgan, bishiqchilar bilan kiyib, g'angzi tishlab mangdigan bir qartallik. Nemachu? Bu kesini yaxshi ko'rib qoladi. 3-4 kun atrofida parvona olib, kesini ma'qul degizdi. Kesi buningga sen men dadamningki ma ekinzorlikni bilamsan degandan keyin bilaman desa, men opirib kelgan desa, bu xo'jayin g'aylaqim sirtni aylantirib kelay deb ruxsat elib, itini deb o'shaga opirib, basa tobi ulab ketgan qabri beshida. Anda onasi belni boshqa yerga setib etgan, kesi kelib dadasiga shunday yig'lab dada, mening ismimda afrika tilida manda deydi, manda deydi. Tobi o'lish oldida afrika tilida so'zlab, shu ya'ni ko'zi ochiq ketadi-ku. U izchil men jutumga ketaman, jutumda o'laman deydi. Shuning bilan kesi u yerda yig'lab xo'shlashib keldi. Kelgan kuni oqshomida ular bek uzun yerga ketib, oqshom kech yo'lab ketganda kelgandan keyin Arvikashning egisi buni bek qattiq uribdi-ku. Urib bilaqa. Men seni xil bir izzatlab odam ko'rsam, mening gapimni anglamay mushtaq qilgan bo'ldim deb. Shuning bilan u degan yolvorib mushtaq tizlanib qolib ketgandan keyin kesi aslab buningga tegima degan yenib oldi. Deb deydi. Sening faqat xaraktering yo'qken u bu desa, kishi deydi-da. Sen xo'jayining deganni qilmabding. Oqshom sening xo'jayining kechib sening yoningda bordi. Men uni ko'rdim. Lekin sening yuzingga sanmadim. Men seni xotin qilib olaman da'vatime. Sen menga nima ders o'tib ketding? Sen o'zingni bakman g'ururliq, isil no'chi o'ylab, meni g'urur yo'q, qul mijaz da'vatamsa deb bu Arvikash so'zlab ketadi-ku, kesi tegmayman desa. Shuning bilan kesining bir gapi bor, deydi. Ular mening badanimni egalligini bilan, badanimga ega bo'lgani bilan ro'yimga ega bo'lolmadi. Ular balkim badanimni qul qilgandi, ammo ro'yimni qul qilolmadi. Qaradimki, sening ro'ying qulib bo'pti. Men ro'yi qul odamga asla tegmayman. Noa erkinlik uchun, mang'in uchun men uningdan ayrilib qolganimni bilsam-mu, erkinlik yo'lida o'lsa mayli deb men uningga yordam qilgan.
Shunchalik bak jasur so'zlaydi shu Kesi. O'zining o'g'lig'imi deydi, sening buvang Kunta Kentdi. Afrikalik. U asli qul emasdi. U hur odamdi. Shunaqa qilib bak yig'lab ketadi. Mushu dadasining tuproqqa yig'laganda yig'lab ketgan bir ko'rinishda. O'ylab men shunday yig'lab ketdim. Ajoyib xuddi men shunday his qildim. O'zimni Kesidek bir quldeklam his qildim. Anasının yanına baranmaydı, dadasının yanına baranmaydı. Xat xabar yezisholmaydi, qilisholmaydi. Bir do'stimiz bilan birga ko'rayotgan dedi, "Voy, siz nimaga yig'layapsiz?" deb. Dedim, "Erkinlik izlab qul bo'lgan holimizga yig'layapman" dedim. Bu qullardan nima farqimiz bor? Ha, endi deb kelsak chiq farqimiz bor. Bizni hech kim setib etmaydi, u bu deymiz, ammo nurg'un ishlarni qilganimiz bor, qilmaymiz ya. Ya'ni Pitofining bir she'ri bor-ku. Dunyoda hammadan qimmatdir hayot, hayotdan qimmatdir muhabbat va lekin kechiman har ikkisidan erkinlik, ozodlik uchun faqat deydi. Pitofining danglik she'ri. Bu she'rlarni kichik chog'larimizda o'qiganda dunyoda hammadan qimmatdir hayot, hayotdan qimmatdir muhabbat va lekin kechiman har ikkisidan erkinlik, ozodlik uchun faqat. Mushuni Kesining ro'yidan ko'rdim. Kunta Kentning ro'yidan ko'rdim. Ondan keyin Kesining bolasi Georgi buningki xo'roz o'qishtirish mahorati bir nimaga yarab qoladi. Angliyalikka, bu Angliyalik deydi uningga, men sana erkinlik berma, menga 5 yil xo'roz o'qishtiradigan odamlarni tarbiyalab bersang deb. Shuning bilan bu yoq deb egisi bermaydi-ku, buni sotmaydi endi. Şunu satmay, xo'roz o'qishtirib qolgan yerda $20,000 yengilib qilib. Ular deydi, "Men $20,000 olmayman, ammo Georgini menga ber" deb. Georgini aytdi. Georgi hurlikka erishib qaytib keldi. Qaytib kelgan vaqtida ayolim atildi. Uni setibdi. Va bularni izlab kelgan vaqtida buning o'g'li bor, ikki o'g'li shunda cho'ngib ketdi. Bu o'g'illarga buvisining hikoyasini cho'qim aytib berdi. Ondan keyin bu u yerdan ketishga majbur bo'ldi, chunki u yerda 2 oy turib qolsam yana qulga aylanib ketdi ekan. Ayolim atilda uzun yillar buni saqlaydi, 10 necha yil yo'q bo'ldi. Shunda bo'lgandan keyin eri bilan arang ko'rishgan vaqtida sening yanada qalay bo'ldi deb yo'q deydi. Seningki buvang, sening opang bir umr erkinlik uchun o'lmadimi? Ular bir umr erkinlik deb yashamadimi? Bugungi kunda sen erkinlikka erishib, xotinimning, oilamning yinda qalay deb aran erishgan nurg'un qartalliklar, nurg'un afrikaliklar erishamaydigan bu erkinlikni sen mening yonimda qolma deb yo'q qilsang bo'lmaydi, ket deb ustib qo'ydi-ku. Bu ketidi bu yerda Amerikaning ichki urushlari, ya'ni janub bilan shimolning urushi bo'lgan zamonlar 1864-yili Lincoln o'ldirildi. Shu vaqtlardagi nima tasvirlandi? Janub qulluq tuzumida chang turdi. Shimol bular qulluq tuzumini bekor qiluvchilar. Hammasi bu gaplarni anglab turdi. Shimolda qulluq tuzum bekor qilinibdi. Urush qatnashib janub bilan urushsa bularga erkinlik berildi ekan, u hamma qullar anglab turdi. Kunta Kentning bolasi Kesi, Kesining bolasi Georgi, Georgining bolasi Tom. Bular nima qildi? Tomning zamoniga kelganda erkinlikka erishdi, lekin haqiqiy ma'nodagi erkinlik emas. Bu yerda qiziq. Deydi, nima kelib, "Endi sizlar erkin bo'ldinglar" degan vaqtida biz nega bormiz? Nima qilamiz? Nima ish qila olamiz? Deydi. Aqtanliklar bizga itizda ishlashdan boshqa hech narsa o'rgatmagan. Biz janubdan boshqa yerda nima ish qila olamiz? Aqtanliklar ichida yashashni bizga bular o'rgatmagan. Ular yana o'xshash ashyoda ishlab qilishni tanlaydi. Ammo burun qul holatidan battar kunlarni yashaydi bularcha. Shu orliqda dadasi qaytib keldi. Bu nurg'un kurashlar, janglar bor. U oradagi har bir tafsilotlarni cho'qim ko'rish kerak. Undan keyin deydi, "Men deydi, xo'roz o'qishtirish jarayonida nurg'un pul topdim. Topgan pulimga bak kangri zimin oldim Tenas shtatidan. Biz shu yerga ketaylik." Ketkil qo'yapti. Sen menga manchilik qarz olding, anchilik qarz olding. U yana kelib parlament a'zosi qilayotgan ishlardanlar bu.
Şunun bilan Janub urushda mag'lub bo'lgandan keyin qulluq bekor qilindi butunlay Amerikada. Ammo yana shakl jihatdan bekor qilinigani bilan nurg'un ishlar davom qildi. Keyin Jorjiyaga kelib bolalarni ekitib, shu Tenas shtatida shu yerda o'zining olgan bir joyiga makonlashidi. Bu ikkisining bolasi Tomninki kichik o'g'li, kichik qizi tug'ildi va bu qizining bir bolasi bo'ldi. Bu qizining bolasi cho'ng bo'ldi, yana bir o'qiydi, xil cho'ng yerda ishlaydi va yana birisi bilan to'y qildi. Uning yana bir bolasi va 1920-yil tug'ildi va hisobda Konta kentining 7-avlodiga kelgan vaqtda mushu Yildiz degan asarni yozib chiqqan kishi Konta kentining 7-avlodi. 7-nevrisi, avrisi, chavrisi, kukun nevrisi, pay nevrisi degandek bir ashtaqchi. Shuning bilan bu deydi, mening buvamning buvisining buvisi Konta kenti. U dumboq yasayma deb o'rmonliqqa berib tutilib qolgan. Undan keyin qul qilingan. Asli qul emasdi. Uning qizi Kesining bolasi Jorji Moorning bolasi Tom. Buning bolasi palonchi, buning bolasi palonchi deb mushu narsa yetib kelgan. Afrika tilidagi ayni vaqtdagi Konta kenti o'rgatgan so'zni bular bolalarga shu Afrika tilini avlod o'rgatadi. Undan keyin deydi, men mushu uchurlarga asosan 12 yil izlandim deydi. 12 yil izlanib, ondan keyin Yildiz degan mush asarni yozib chiqdim. Bu kinoni ishlangan vaqti 70-yillar Amerikada. Ammo yaxshi ishlangan bir kino. Ular taxminan 200 yil 1750 o'ttirisidan olgan vaqtida 200 yillardan keyin normal bir, ya'ni onun nevrisi 7-nevrisi bu asarni yozib chiqadi. Endi shu vaqtlardan taxminan hozir 250 yil vaqt o'tdi. 250 yillar vaqt o'tgandan keyin Amerikada bir qora tanlik, ya'ni Barack Obama zo'ntong bo'ldi ishki navbat. Hammalarning xabarida bor. 2008-yili zo'ntonglik saylov natijasi e'lon qilindi. Barack Obama o'zining nutqini so'zladi. Ya'ni yes ekan degan nutq. U nutq, u narsalar kalam kirmaydi, quloq kirmaydi. Biz aspirantlikning tunji yilida ya'ni sinfda o'tirib ko'ryapmiz-ku, cho'ng yo'g'on lat ekranda. O kadar bütün poğaça şu kadar yığılıb getdim əmdi. Nə keçkəyən bir təqdir bu. Şunam. Qartəlliklə özünki təqdirini özgərtiş üçün ayet köreş qılğan, ayet tırışqan. Ular özünü xudiliqim, məsələn şu bularınki yügürəş, təntərbiyə yoki muzika degəndəki bu iqtidar, yəni hesabda bədənsel aql yoki nimaga aloqador emas. Bədənsel mushu iqtidorlam yaxshi bularning deydigan bu imaj, bu narsani buzib tashlay olganda haqiqatan biz insonlar o'zining taqdirini o'zgartirish yo'lida qilgan kurashlardan o'rganishimiz kerak. Qiyinchilik bo'lamdi bo'ldi. Ammo g'alaba nurg'un qiyinchiliklardan o'tib yangi qiyinchilik, u qiyinchilikdan o'tib uningdan zo'r qiyinchilik, uningdan o'tib uningdan yo'g'an qiyinchiliklarning hammasini yengib oxirgacha kurash qila olganlarga mansub bo'ldi. O'zining e'tiqodidan, o'zining nishonidan, o'zining ko'zlagan yo'llaridan hech qayib ketmay, aql bilan to'xtamay tirisha olganlarga mansub bo'ldi. Men hammalar bu kinoni cho'qim ko'rib chiqishni bo'lsa, bolalar bilan o'tirib birga ko'rsanglar bo'ldi. Ba'zi ko'rinishlar var hamda diqqat qiladigan, lekin men shunday kichik vaqtimda ko'rgan va shu unutib qolmagan, shu kallamda qolgan narsa bilan bugun uzun yillar izlab bu kinoni topdim. Oxirida yana bir tavsiyam bor, Uyg'ur Felix. Men shu kinoni ko'rishdan burun Uyg'ur Felixni tafsili bir qarab chiqdim. Shu yeshular kichik vaqtlarimizda ko'rgan Xiyman, Markoning opasini izlashdaydigan nurg'un qo'nchoqlar. Chiqlari YouTube'larda yoki to'rlarda yo'q narsalar bor ekan. Buni masalan Melik Amannisaxon kinosini ko'rdim. Bundan keyin yana yaxshi kinolarni tavsiya qilmoqman. Uyg'ur Felixninki
bir yillik yo'q bir oyliqi masalan Turkiya, O'rta Osiyodagilar uchun 10 yevro ekan. Başqa yerdagilar Yevropa, Amerika, başqa yerdagilar uchun 15 yevro ekan. Men hammanglarningki mush Uyg'ur Felix'ga a'zo bo'lib, bularni qo'llashinglarni, taraqqiyotiga to'p qo'shishinglarni muhimi hayotimizga Uyg'urcha kino, televizionni ilib kirishinglarni umid qilaman. Ha, manda desam, halaqa namoz o'qimay, uni qilmay, buni qilmay, shu kino ko'rabday, mandaq bo'lmasin. Biz kino ko'ryapmiz. Nurg'unlarimiz dizi ko'ryapti. Nurg'unlagan kinolarni ko'ryapti. Ha, turkcha kinolarni ko'ryapti. Uni shuning o'rniga men uyda Uyg'urchani masalan ko'rsak, quloqqa bolalarning Uyg'urcha kirdi. Muhimi biz unutib qolgan nurg'un narsalarni eslayolmaymiz. Nurg'un. Dedim kontakentininki tarjimasini qilgan kishi Qashqarlikmi nima deb. Shunda ba'zi yerlarda qadam tillaydigan gaplarni kulib ketdimcha. Unutib qolgan nurg'un so'zlarni qaytadan esladim. Undan keyin biz bo'pmi Turkiyada turkcha bilan Uyg'urcha ba'zi yaqin bo'lganchmi? Mana bir gap bor, turkchada yolonchi ashda yer deydi. O'xshash so'z ma'nosi o'xshamaydi. Masalan, haqsiz. Haqsiz degan gap Uyg'urchada bekorlik pullanmaydigan degan gap. Ammo turkchadagi haqsiz degan uvolchilik degan gap. Shunami? O'xshash bir gap. Undan keyin yana masalan bekor. Ha, bu bekorga bakda tushmaydi. Bekor degani turkchada xotni yo'q yoki eri yo'q, bo'ytaq degan gap. Bizda-chu bumi pullanmaydigan degan gap. Ya'ni shuning o'xshash. Mushundaq dal shu shakldosh ma'nosi o'xshamaydigan deb turib olaymi? Ashunga o'xshab ketadigan so'zlarda biz bek ezib ketayotganmiz. Shu ishlatish jarayonida hozir Uyg'urcha ma'nosi qandoq, turkcha ma'nosi qandoq deb o'ylaydigan. Shuni demoqchi o'g'lim shu. Avval biz cho'nglar o'zimizning Uyg'urcha saviyamizni yuqori ko'tarishimiz kerak. Uyg'ur tilimizni saqlab qolayli va tilimizga Uyg'urcha aralashib ketadi deydigan mandaq tuvan saviyadagi yerdan ota-onalar, o'quvchilar chiqib ketishimiz kerak. Chunki biz hamma narsani his qila olamiz, nima ketyapmiz, tilimiz, bolalarimiz o'qitishimizning muhimligi deganlarni men kontaktining ro'yidan ta'sirlanib o'tib ketdim. Rasmiy. Sat ta'sirlandim degan. Oxir deydiganim shu, tavsiyam shu. Uyg'ur Felix'ninki taraqqiyoti bizni texmi yangi Uyg'urcha kinolar bilan uchrashtirdi. Balkim ular tarjima gruppasi qurib, nurg'un narsalarni tarjima qilib bolalarimiz Uyg'urcha kartonlarni, uning ichida bakchiq kartonlar bor ekan. Ko'z bo'ldi. Men ayrim bir kuni Uyg'ur Felix ichida nimalar bor deb bir film ishlab qo'yay. Oxir tavsiya qilaman. Andan mushningki mana tafsilotini yozdigan izohat qismiga qandoq kim bilan aloqa qilish haqida ularningki aloqa qilish nomerlarini tepib qilgandan keyin shu yerga yozib qo'yay. Deydiganim shu. Bu kinoni cho'qim ko'ringlar. Cho'qim ko'ringlar. Ta'siratinglarni mushningki inkas rayonida sizlarning ta'siratinglarni saqlayman. Allohga omonat. Mushu naq maydon qilishni o'rganyapman hamda menga mushu jihatlardamda bir yo'l ko'rsatib yaxshi to'r oz ketadigan, to'r suri talab qilmaydigan ishlar bo'lsa o'tib qo'ysanglar bek xush bo'laman. Allohga omonat. Keyingi san ko'rishaylik.